Assalomu alaykumlar. Yaxshimisizlar? Sog'liqlar yaxshimi? Kayfiyatlar zo'rmi? Xonadonlar tinchmi? Xudo xolasa yo'ldamiz yana. Fransiyadaman. Xudo xolasa Fransiyadan chiqib, Germaniyadan Avstriyaga o'tishimiz kerak. Yuklarimizni yukladik. Mashinamiz ozgina buzilib, shundan video chiqarishga bir sharoit bo'lmadi. Az qisqa bo'lsa ham bir video chiqarib qo'ying degan maqsad bo'ldi. Ana shunday yo'llar. Mashinalar ham cho'ta kam. Akşam bayram bo'ldi qandaydir Fransiyada. Dam oldik. Bugun xudo xolasa yo'lga chiqdik. Bugun yuramiz, ertangi yana dam, buyurgun. Mana shunday bu yerda Altı bozor tak dam olasiz. Boshqa kunlar ham shunday bayram bo'lib qolsa, mumkin emas yuk mashinalarga yurishda. Shuning uchun xullas qonun qoidalari shunday bir qiziq ekan bu yerda. Zapravka bergan 425 kilometr qolgan zapravkaga. Navigator ko'rsatib turibdi. Xullas zerikaliroq sal.